21 bob. Hazreti Ayso shogirdlari bilan Yerusalimga yaqinlashib, Zaytun tog'ining etigidagi Patpoji yesiga kelganida, Hazreti Ayso ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yeziga beringlar. U yerda bog'loqliq bir eshak va uning yendiki bir taxayni ko'rsizlar. Ularni yeshib, oldimga yetlab kelinglar. Birsi sizlarga bir nima desa, Rabbimizning bularga hojati tushdi denglar. U mu darhol talpinglarga qo'shiladi. Bu vaqa payg'ambar orqali aytilgan bunu so'zlarni amalga oshirdi. Yerusalim xalqiga aytinglar, mana podshoyinglar kelyapti. U kichik piyillik bilan bir eshakka taxayga minib, sizlarning yeninglarga kelyapti. Heliqi ikki shogird berib, Hazreti Aysoning deganini qildi. Eshak bilan taxayni yetlab kelib, üstlariga chaponlarini soldi va Hazreti Aysoni ustiga mindirdi. Nurg'un kishilar chaponlarini yo'lga poyandoz qilib soldi. Ba'zilari daraxt shoxlarini kesib, yo'lga yoydi. Oldida mangan va kaynidan agashgan xaloyiq, podsho Davudning avlodi uchun Xudoga shukr. Parvardigorimizning nomida kelguchiga muborak bo'lsin. Arshi alodiki Xudoga shukrlar o'qilsin deb vaqirishdi. Hazreti Ayso Yerusalimga kirganda butun shahar larziga keldi. Kishilar bu kimdu deyishdi. Xaloyiq bu Galiliya o'lkasining Nosira shahridan bo'lgan Ayso payg'ambar deb javob berishdi. Hazreti Ayso markaziy ibodatxona hovlilariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqardi. Pul tegishganlarning shiralarini va kaptar sotquchilarning o'rindiqlarini o'rib etib, ularga muqaddas yozmalarda Xudoning mening uyim duo tilavatxona deb atalsin degan so'zi yozilgan. Lekin sizlar uni bulanchilarning uvisiga aylantiryapsizlar dedi. Hazreti Ayso ibodatxona hovlilarida oldiga ilib kelingan qarg'u va to'qirlarni saqaytdi. Lekin oliy ruhaniylar bilan Tavrat ustozlari uning yaratgan mo'jizalarini va ibodatxonada podsho Davudning avlodi uchun Xudoga shukr deb to'g'ilgan bolalarni ko'rib g'azablandi. Ular Hazreti Aysodan bu bolalarning nima davatqanligini anglayotamsan deb so'rdi. Anglayapman dedi Hazreti Ayso. Sizlar muqaddas yozmalardagi kichik bolalar va buvoqlarning tillaridan o'zingga madhiyalar keltirding degan so'zlarni zodi o'qimaganmi? Ondan Hazreti Ayso ulardan ayrilib, shahardan chiqib, Baytoniya yesiga berib, kechini shu yerda o'tkazdi. Etsi etganda Hazreti Ayso shaharga qaytib ketayotganda, qo'sqi ichib ketgan edi. U yo'l bo'yidagi bir tüp anjur daraxtini ko'rib, uning yeniga bordi. Daraxtda yo'pilmoqdan boshqa hech narsa topa olmay, daraxtga qarab, buningdan keyin mangu meva bermagaysan dedi. Anjur daraxti shu an qurib ketdi. Buni ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib, anjur daraxti qandoqcha birdilla qurib ketdi deb so'radi. Hazreti Ayso ularga mundaq javob qaytardi. Bilib qo'yinglarki, agar qilchi gumonlanmay Xudoga ishonsanglar, men anjur daraxti qilganni sizlarmi qila olasizlar. Hatto bu toqqa qo'zg'al, dengizga tashlan desanglarmi, deganinglar ijobat bo'ladi. Ishonchinglar bo'lsa, duo bilan tilgan har qanday narsaga erishsizlar. Hazreti Ayso markaziy ibodatxona hovlilariga kirib, kishilarga ta'lim berayotganda, oliy ruhaniylar va xalq oqsoqollari uning oldiga kelib, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan? deb so'rashdi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: Men avval sizlardan bir savol so'ray. Agar sizlar javob bersanglar, men bu ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilayotganligimni aytib beraman. Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini kim bergan? Xudomi yoki insonlarmi? Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, agar Xudo bergan desak, u undaqda
sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar deydi. Agar insonlar bagan desak, xalqning g'azabidan qo'rqmasak bo'lmaydi. Chunki ular Yahyoni payg'ambar deb qaraydi, deyishdi. Buning bilan ular Hazrati Aysoga bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazrati Ayso ularga. Hazrati Ayso so'zni davomlashtirib, sizlar bu ishga qanday qaraysizlar? Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. U cho'ng o'g'liga, "O'g'lim, bugun uzumzorlikqa berib ishligin" debdi. "Bormayman" debdi o'g'li. Lekin keyin pushaymon qilib, yanila beribdi. U odam ikkinchi o'g'liga shunday debdi. U, "Xo'p dada, boray" debdi-yu, lekin bormabdi. Bu ikkilarning qaysisi otasining buyrug'ini o'rindigan bo'ladi? "Cho'ng o'g'li" deb javob berdi ular. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, insofsiz bajirlar bilan poyishlar Xudoning podsholig'iga sizlardan burun kirdi. Chunki garchi Yahyo payg'ambar sizlarga haqqoniyat yo'lini ko'rsatgili kelgan bo'lsa-mu, sizlar uningga ishonmadinglar. Lekin bajirlar bilan poyishlar uningga ishondi. Sizlar buni ko'rib turib, gunohinglarga tavba qilib, uningga ishonmadinglar." Yana bir tamsil anglanglar. Bir yer egisi bir uzumzorlik barpo qilib, atrofini chitlabdi. Musallas ishlash uchun uzumzorlikqa bir ko'lchak qozdiribdi va bir ko'satxona yostibdi. Keyin uzumzorlikni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi. Uzum uzish vaqti kelganda, o'ziga tegishli hosilni akilishi uchun qullarini ijorakashlarning yeniga avatibdi. Lekin ijorakashlar qullarni tutib elib, birini dumbalabdi, birini o'ltirib yetibdi, yana birini chomi kesak qilibdi. Yer egisi bu qitim oldingidanmi ko'p qullarni avatibdi. Biroq ijorakashlar ularga shundoq muomala qilibdi. Oxirda yer egisi "O'g'limni hurmat qila" deb uni avatibdi. Lekin ijorakashlar yer egisining o'g'lini ko'rib, o'zaro "Bu bo'lsa mirosxo'r, kelinglar, uni o'ltirib yetib, uzumzorligini egilab olayli" deyishibdi. Shunda qilib, uni tutib uzumzorlikning sirtiga so'rab ochiqib, o'ltirib yetibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini kelsa, ijorakashlarni qanday qiladi? Ular Hazrati Aysoga "Bu vahshiy odamlarni qo'rqinchli shaklda yo'qitadi. Uzumzorlikni bo'lsa, ijorasini o'z vaqtida topshiradigan kishilarga ijaraga beradi" deb javob berishdi. Hazrati Ayso ulardan so'radi: "Zaburdagi Muni so'zlarni zodi o'qimaganmidinglar? Tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul tishi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Bilib qo'yinglarki, sizlar shu sababdan Xudoning podshohligidan mahrum qilinsizlar. Xudoning irodasi bo'yicha yashaydigan kishilar uningga ega bo'ladi. Bu toshga yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qilib etadi." Oliy ruhoniylar va parisiylar Hazrati Aysoning aytgan tamsillarini anglab, ularni o'ziga qartib aytganligini tushundi. Uni tutishni o'ylisimu, xalqdan qo'rqishdi. Chunki xalq uni payg'ambar deb qaraydi.